Xullas bolalar jinnixona eki boshlandi, ko'rib turibsizlar. 2 xil kempingimizga aksiyani bor-u, jinnixonasini boshladik. Birinchisiga shtormdan MiG 450 talik ham gazda, ham bez gazda, ham svarkada elektrod yoqib beradigan naq 3 tasi birda svarishni apparatimizga. Narxini bor-u, $120 qilib tashladik. $160 atrofida sotiladigan kemping svarkamizda $120 dan komplektning o'zini professionalniy derjaklari chiqadi. Xo'p, o'zini massa derjak svarka uchun. Komplektda mana bir komplekt simi, bolg'achasi, mana обычный maskasi, hamma narsasi chiqadi. Ko'rib turibsizlar, oldi ko'rinishi, ikkita motorli, ikkita quloqli, professionalniy derjak, xuddi mana shu joyga 5 kilolisin bemalol tushib beradigan svarishni apparati. Xullas MiG 450 lik, mana orqasiga gaz ham ulanadi. Svarka apparatimiz ham gazda, ham bez gazda, ham elektrodda. 3 vatnom svarkamiz $120 dan qilib tashladik. Xo'p, ikkinchisiga bo'lsa, xuddi shuni teng yarim bahosiga $60 ga bo'shdan, xo'p, 2 vatnom ham kempingda, ham svarkada ishlaydi, kamiga bez gazda ishlaydi. Komplektning o'zini mana bunday simi chiqadi, обычный maskasi chiqadi. Xo'p, kemping derjagi ko'rib turibsizlar, kemping derjak, mana bunday svarka uchun massa derjagi ham chiqadi. O'zini shlaglarni qoqqani bolg'a cho'tkalari. Xo'p, bo'sh svarkamiz oldi ko'rinishi. Ikkita quloqli displey, mana bu joyiga bo'lsa borib, 1 kilodan 3 kilogacha bo'lgan simlar ketadi. Xuddi mana shu joyga kemping simini qo'yib, bemalol simli svarkani ishlatsa bo'ladi. Yetmaganiga elektrodda ham ishlab beradi. 2 likdan 4 lik elektrodgacha bemalol yoqib beradigan kemping svarkamiz. Xullas, narxini bitta eslatib o'taman. Bo'sh, kichkina bez gazvisi, домашний varianti, narxini $60. Aksiya bahosi $60. Bunaqasi bo'lmagan hali. Va bo'lsa professionalniy kemping, katta kempingimiz gazda ishlaydigan. Buni narxi bo'lsa $120. Xo'p, derjagini bor, bitta ko'rsatib o'taman. Mana derjak professionalniy, original derjak bo'ladi. Prujinali. Buni maza qilib ishlatadigan qalin derjakdan. Xo'p. Bu svarishni derjaklari ham. Elektrodda ham bor. Turli elektrodlar mazzasini qochirib tashlaydigan svarka apparatimiz. Oldi ko'rinishini ko'rsatib o'tdim. Har xil funksiyada ishlaydi. Lift, tik, argon funksiyasi ham bor. Tik funksiya qo'yasizlar, derjagini qo'yasizlar. Lekin komplektdan argon derjak chiqmaydi. Derjagini qo'ysanglar mana argon bo'lib ham ishlab beradi. 6 xil funksiya turibdi. Xuddi mana shu joydan legrovkalarni qilib bemalol ishlatadigan svarishni apparatlar. Xullas, aksiyani bor-u, shaqalog'i bo'ldi. Bitta like bosib, kanalga podpiska va постоянно bilan aloqa chiqarasizlar. Chiroyli qilib dastavkalarimiz kelishilgan holda 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Bizning manzilga kelgan bo'lsak, bizning manzilimiz Farg'ona viloyat Bo'yda tumanida joylashgan. Xullas, bizning Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga Telegram kanal silkasini kommentariyaga mutlaq qo'yamiz. Bemalol o'tib, bu narsalarni rasmlari bilan, ishlashlari bilan tanishib, bemalol zakaz qilishlari mumkin. Biz Telegram kanaliga o'tib olishni tavsiya qilaman. O'sha gap, kanalga podpiska qilishni unutmaysizlar.